nima demoqchi edim, mana ko'chat masalasida shu hozir qarayapman, yo'lda yoqalariga hamma joyga ko'chat ekishda yana davom etyapti. Lekin bilaman shu ko'chatlar o'nmaydi, o'smaydi. Shu ko'chatlar o'sishi uchun, ertaga shu ko'karib ketishlik uchun avvalambor ekilayotgan joylarda suvni to'g'ri tashkillashtirilmagan. Keyin o'sha nav qurg'oqchilikqa chidamlimi, chidamsizmi, to'proqning ahvoli qanaqa, toshloq joyga ham tiqib ketib boryapti. Ko'rib kelyapman-da yo'lda. Lekin bu narsani tushunib olish kerak bu yerda. Bu bechora bu tirik tabiatda u ham ko'kat boyagi egib kelayotgan daraxtlaring, ko'chatlaring hamda erta uvol bo'layapti-da, uvol. Qancha daraxt egayapsan, uvoli tutmaydimi? Egayapsan, yana xarajat. Shuni o'rniga har yili shu yo'lda yoqalatib kilometrlab narsa ekkincha, kilometrlab shu narsani egib chiqquncha har yiliga bir tartibli hech bo'lmaganda bir kilometrda konkretni o'sadigan qilib to'prog'i bilan tekshirib, qaysi o'simlik o'sadi, qaysi daraxt bu yerda ko'kar oladi deb tashxisni qo'yib, undan keyin ekib shuni ko'kartirib obod qilsang bo'lmaydimi? Shu mustaqillikdan keyin shu esimda bor 2010 adashmasam 2010 yildan beri egiladida shu daraxtlar. Bechora ko'katlar shu yo'lda yoqasida ekilaveradi. Bilmayman, shu haligacha biron shu taraflarda Nurobod territoriyasida shu yo'lda yoqalarda endi ba'zi joylarda bordir, lekin shuncha ekilgan ko'chatlardan bo'lsa bir 1% o'sib chiqqanda, unganda. Qolgani shunday ekiladi, qurib ketadi. Shu ko'chatlar ham tirik jonzotda, shuni uvolidan qo'rqinglar ozroq. Menki buni bir gapirmayin dedim, qarasam shuncha odam buni tashvishini qilyapti-da yo'lda yoqasida. Shuni o'rniga boshqa bir foydali ish qilinglar. Salomat bo'lasizlar hammaga. Kelayotgan Konstitutsiya bayrami muborak bo'lsin.